O'zbekiston va Ozarbayjon davlatlari o'rtasidagi do'stlik, ko'p tomonlama hamkorlik bugun yangi bosqichda rivojlanib bormoqda. Ozarbayjonlik bir guruh jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari mehmondo'stligi va boy tarixi bilan mashhur Samarqandda bo'lib, shaharning tarixiy maskanlarini tomosha qildi. Insoniyatni hayratga solib kelayotgan qadimiy kent haqida turli reportaj va kontentlar tayyorlashdi. Delegatsiya a'zolarining dastlabki manzili Imom Buxoriy majmuasi bo'ldi. Bu yerda qardosh xalq jurnalistlariga buyuk muhaddisning hayoti, boy ilmiy merosi hamda islom olamidagi beqiyos o'rni haqida atroflicha ma'lumot berildi. Majmuada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari va zamonaviy infratuzilma ozarbayjonlik hamkasblarimizda katta taassurot qoldirdi. Asrlar davomida Sharq Renessansining muhim markazlaridan biri bo'lib kelgan bu zamin bugun ham dunyo e'tiborida. Shahar jozibasi nafaqat tarixiy obidalarda, balki boy meros va zamonaviy taraqqiyotning o'zaro uyg'unligida namoyon bo'lmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida men eng ko'p borishni istagan davlatlardan biri aynan O'zbekiston edi. Nihoyat bu go'zal yurtga, xususan Samarqandga kelish nasib etdi. Shaharning tarixiy obidalari va betakror qiyofasi haqidagi taassurotlarim juda yaxshi. Samarqanddagi ilk tashrif buyurgan maskanimiz Imom al-Buxoriy majmuasi bo'ldi. Majmuaga ilk qadam qo'yganimizdan boshlab uning mahobati, go'zalligi va o'ziga xos me'moriy qiyofasi bizda katta taassurot qoldirdi. Bu maskan o'zining nafaqat ko'rkamligi, balki ulkan ma'naviy va tarixiy ahamiyati bilan ham e'tiborga molik. Delegatsiyaning navbatdagi manzili milliy va zamonaviy me'morchilikni o'zida mujassam etgan Samarqand xalqaro turizm markazi hamda Boqiy shahar majmuasi bo'ldi. Bu yerda mehmonlar milliy hunarmandchilik namunalari, xususan mashhur Samarqand ipak qog'ozini tayyorlashning asrlar osha saqlanib kelinayotgan noyob texnologiyasi bilan bevosita tanishdilar. O'zbekiston o'z tarix an'analarini O'zbekiston o'z tarixiga ega, boy ma'naviy va madaniy merosini asrab avaylab kelayotgan mamlakatdir. Taassurotlardan shuni anglash mumkinki, O'zbekiston nafaqat tarix va an'analarga, balki zamonaviy taraqqiyot, innovatsion va texnologiyalarga ham katta e'tibor qaratayotgan davlatdir. Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi bilan yaqindan tanishdik. Bugun esa bir qator tarixiy maqbaralarni ziyorat qilib, bu maskanlarda islomiy qadriyatlar, milliy va turkiy an'analar chuqur ildiz otganiga guvoh bo'ldik. Eng muhimi, bu bebaho meros yosh avlodga ibrat va ma'naviy saboq sifatida yetkazilmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjonni umumiy tarixiy hamda etnik ildizlar, mushtarak qadriyatlar bilan bir qatorda bugungi kunda izchil rivojlanib borayotgan o'zaro hamkorlik va do'stona munosabatlar ham birlashtirib turibdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning yuksak ruhini o'zida mujassam etgan yorqin misollardan biri Ozarbayjonning ozod qilgan hududlarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va tiklash ishlariga O'zbekistonning davlat darajasidagi ko'magidir. Buning eng yorqin namunalaridan biri Fuzuliy shahrida maktabning O'zbekiston davlati tomonidan bunyod etilib, Ozarbayjon xalqiga tuhfa qilinganidir. Bu maskan shunchaki ta'lim muassasasi emas, u ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, qardoshlik va o'zaro hurmatning yorqin ramzi. Ushbu ezgulik munosabatlarni kelajak avlodlarga yetkazuvchi muhim ma'naviy ko'prikdir. Tashrif dasturi doirasida hamkasblarimiz Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, Yunvito akademiyasi hamda salobat sochib turgan Registon maydonida bo'lib, maxsus ko'rsatuv va reportaj turkumini tasvirga olmoqdalar. Zero bugun turizm nafaqat iqtisodiy imkoniyat, balki xalqlarni va do'st el yurtlarni yanada yaqinlashtiruvchi eng samarali muloqot maydonidir.